ismim Tunsa Mesidik Çira. Çira dep koyuluşumdaki sebep biz Xotanның Çira naisinden kelgen boğaçqa, muşu ballarımız, evlatlarımız bunundan keyin özünün nereden kelgenligini unutup qalmışsın dep muşunu biz özümüzdeki ilqi aile name degan yerga muşunu qatib olgan. Endi mening dadam rahmatlik Mesidik Xo'ja Ahmet Kerin ailesinde Xotanның Keriye naisida tug'ilgan, o'zi mushu qurilish injeneri. Egiz binolardan boshlab mushu odatdagi uylargacha qurilish xaritalarini sizdigan odamdi. O'zimni yaxshi o'qigan. Hamda onam rahmatlik Manglashxon Tursun. O'zi burun men tug'ilgandan boshlab onam oilda ekan, lekin o'zi o'qituvchi ekan burun. Keyin kesel sebebinden hizmetten to'xtab olgan, dadam hizmetten to'xtatib bizlarni tarbiyalashga zihnini ba'son o'zi keselchan deb uyda tug'an ekan. Shu dadam rahmatlik bizga shu tog'imiz Matsaydi Xo'ja Ahmet bizningki milliy inqilobga qatnashgan ekan to'qburun. Shu tog'imizning hikoyalarini, o'zining ota-onalarining hikoyalarini köplep bizge eğitip beretdi. Men hem de şu medeniyet inqilabı degen näse tügügen yili tugulup dikenmen 1976 yili. Men tugulup aklımga kelgenden başlap hem de men dadamның, anamның şunçacık köp hikayelerini hoşnula televizor köse, biz dadam bunu bizge kösetmey daim hikaye sözlep beretdi bizge. Tarih, özünün hikayesi, mesela tağımızın hikayesi, nurgun Uygurlarda mesela üç bir tuqqan, nurgun hikayeli var, bizge sözlep bergen. Ta ki hazırgıcı isimli turuptu. Şu dadamның ki, anamның terbiyesi tüpeyildin mi? Hem de menin inim, biz töt bir tuqqan, hem akam, üç oğul bir kız bizim oyducu, menlan bir yalğız kız. Biz üçüyle bir aileden şu bir vaqtda vatanda şunda bir iş bo'lib ketdi. Ali maktabga imtihon qatnashtirmay bizningki to'liq o'tir maktabga natijamizga asosan Ali maktabga bevosita qabul qilib ketadigan. Biz inim bilan men shunda ketgan. Endi mayada bir narsa degim keldi, o'sha dadam rahmatlik hamda Mesidik Xo'ja Ahmet. Medeniyet inqilabı vaqtida dadamның hikayesi, şu Tito Zongtong'ның bir sözünü biz aynı vaqtida atalmış Şinjan Gizdi degan gazetga şu özürü chiqargan bir hikayeni ishxondagi odamlarga o'qib bergan bir sabablik. Hem dadam bek haqda turdigan odam, to'g'rini to'g'rigu deb bir tik turdigan bir mijozi bor. Muş micazi sebeplik sen Xitayga öç, yerlik milletçi unsur degan qalpoq bilan asil inqilobi unsuri degandek bir qalpoqlar bilan dadamni madaniyat inqilobi vaqtida 5 yil turmada yetib chiqib ekan. Anam rahmatlik shu ikki akamni dadam rahmatlik shu nima vaqtida madaniyat inqilobi vaqtida Naiti kemstişler çünkü aksin inqilobchi unsurning ayoli, bölgünçü unsurning ayoli deb naiti bir xo'rliqlar ichida ikki akamni cho'ng qilib ekan. Dadam shu ko'rmagan kunlarni ko'rib ekan, bizga bak hikoyani deb bergan, qalbimga cho'ng o'rin ep ketgan. Shunchalik jafo tortib shu turmida yana dadam bir özü dep berdigan bir adam var, şunun bilan bir turmaning bir kamarda yatqan deydi. Nayt qattiq shu ügünüp diken şu vaqtida men mishadim bir kun hayat chikassam bolarimni men yaxshi tarbiyalayman. Mushu Xitoyni tushunadigan bir odam qilib tarbiyalayman deganni bir maqsad qilib diken. Shuning bilan men aqlimga kelib dadamninki eg'izida bir tamı tiş yok değil mi? Hali yaş, mesela 50'ye yakınlaş, 50'den azırak aşkan adamda ameliyatda. Hiç olmasın ne çıtal tiş buludu. Ben hayran kalıp dadamdan. Neymiş ki dadı sizden bir tamı tişiniz yok deyip sordum bir günü.
so'rasam bizga dadam nayt bir echinish hikoyani deb berdi. Masalan, shu biz Madan inqilobida shu turmada yotgan vaqtida dadam shu turmani boshqargan gundupaylarninki Uyg'urlarmi bor ekan, bundan Xitoylarmi bor ekan. Lekin shu Xitoylarga hamda Uyg'urlar haddidan ziyoda xizmat qilib berdi ekan hamda. Dadam shu vaqtida sen aning beshidagi shapkini akal desa, beshini uzib apparatdi bizning Uyg'urlar. Madan inqilobida. Hatta Qural taqitib bersa, Uyg'urlar ikki qizil, sariq deb astaq bir bo'linib, bir-birini atgan aşı Quralda Uyg'urlar deb naytici hikoyani deb bergan. Endi men tishining hikoyaga kelsam, dadam shu vaqtida qattiq tishi og'rib ketib, qattiq og'rigan vaqtida qaysi tishning og'riganligini masalan irintigan u bo'g'i selib topidi-ku masalan. Undaq sharoitlar bo'lmagandan keyin tishim bu tarafdagi tishim og'riydi deb ko'rsatsa, aşı ambuda aşında tişlerini tatip hatta tiş bilan birga men tang so'rilib ambuda yugandim balam. Aşında qansirab necha o'limdan qolgan deydi dadam. Aşında ambuda sug'urib tishi og'rib faqat og'riqqa chidamay yollig'lab aşında qilib ketgan vaqtida oxiri bo'lmay yiringdab kelsa, o'zi qo'lini yuyib, qo'li bilan yiringlarni chiqarib shunchalik echinishlik og'riq kinolarda bir kinoni ko'rsatib, og'riqni qanday echinishlik hech qanday nima bo'lmaganda kontrol qilganda dadam kallamga shu keldi, men ashunda qolgan, men necha ming o'limdan qutulib chiqqan 5 yilda. Men madaniyat inqilobi tugagan yili tug'ilgan, lekin hamda dadamning o'zi bevosita shu madaniyat inqilobi 10 yil bo'lgan bilan oldi keyin nurg'un buzg'unchilik, qalayimqanchiliklar bo'lib ketdi. Lekin shu tarixda yozildi 66dan 76gacha degan shuning ichida 5 yil mening dadam turmada yetib ekan. Shu vaqtda masalan Uyg'urlarni qattiq kalla yuyishda bu kalla yuyib madaniyat inqilobida masalan nomratlarni kushkirtib, chunki nomratlar nayt aşı qusaqning g'emida Qusaqdan başqını o'ylamaydigan bir yerga akilib, uningdan keyin mushuning uchun bizning mush Uyg'urlarning ichidagi, masalan, o'qituvchilar, nurg'unlagan bilimlik o'qituvchilar, boylarni, andan shu mahalladagi gap o'tadigan yuzi bor oqsoqollarni Uyg'urlarning ichidagi madaniyat inqilobida mushularga hujum qilib ekan bizning odamlarimizni. Her xil təşviq bilan necha odamni qattiq təşviq qilib yuyib, shuni ichiga qo'yib berib, hamma odamni o'ziga agashtirib, hamma odamni qusaqning g'amidan boshqa narsani o'ylamaydigan bir holatga keltirib qo'yib. Chunki shunday holatga kelgan vaqtida inson bu tabiiy narsachi bu. Bu amaliyotdami nurg'un millatning bizning emas tarixda isbotlangan. Çünkü qusaq açqılan vaqtida sizning bütün esyadınız qusqumni qanday to'yg'izish bo'lgandikin, musholatga kep qoldirib qo'yib Uyg'urlarni. Ayni vaqtida yeni nishonni bizningki shu ziyoliga, oqsoqollarga gap o'tadigan mahalladagi. Uningdan keyin shu boylarga qaratib shularni yo'qotgan ekan-chi madaniyat inqilobida. Shunda dadam misollar bilan masalan, chunki bir odamningki masalan boylardan birininki bo'yniga bir narsa esib, bu ayni vaqtda manchilik pul tepib sizlar qusqonida och qolgan deb bir odamni digizib, shu orqali o odamni bütün bir mahalladagi yoki bir noydik odamning oldida shu odamni urib suqab, odamlarning ko'zicha noyiti xo'rlab, uning oilasini xo'rlab qolgandan keyin buni ko'rgan boshqalar albatta bir qo'rqinish his qildi deng. Qo'rqinish his qilib, shu cho'ng to'pga ergishib shu ishni qiladi, ayrim qilishdan qo'rqaydi. Mushundaq bir ishni shakllantirib, Xitoy ayni vaqtida shu madaniyat inqilobi vaqtining o'zidilam Uyg'urlarning bir oiladagi hatto er ayol o'tirsidagi, bola bilan ota-ona o'tirsidagi mehr-muhabbat, ishonchni yo'q qilib etgan shu vaqtida. Şu vaqtida bu nayeti təs əsliga keldigan narsa ekanchi bu mehr muhabbet ishonch degan. Uningdan keyin hammamiz shohid bo'layapmiz.
Мәдәни инқилабыда bir-birini paş qilib, мәсәлән, мен аны paş qilsam, men yaxshi kun ko'rmangu deganni kalla qo'ygandikin, shu orqali bu ishonch buzilgan. Uningdan keyin shu Xotanda men yangi xizmatga chiqqan yo praktikaga vaqtimga deyman. 1999 yılı bilan 2000 yılı Sanjiang deb ataydı Xitoylar. Buni Uyg'urlar shu Xotandan chiqqan shu vaqtni ko'rgan Uyg'urlar sirtga hammasi biladi. Shu vaqtida bütün o'qituvchi, ishchi xizmatchilarni bo'lib o'qituvchilarni shu ishlab uyga ketgil qo'ymay, kech kunduz 24 soat, 48 soat uxlamaychi. Kunduzi ishlab ishlagandan keyin uyga ketkizmay, o'zingni tanqid qiladigan 5000 xatlik, 10000 xatlik narsa yozsa. Çoxqum o'zingni bir narsa yozishing kerak. Men mana xato qilgan deganni ko'z tutishing kerak. Degan bir narsani chiqarib, shunchalik qiynayapti bizni. Shu vaqtida salomatlik yor bermay, necha o'lib ketgan o'qituvchilar bor. Yosh bo'lsin yoki qari o'qituvchilar bo'lsin. Shu vaqtida bizni men o'zim shohid bo'ldim-da bu 3 yil. Shu vaqtida Wang Jinjan degan Xitoy bizning Xotanga shuji bo'lgan vaqt. 1995 yılı Xotanda 7 ayının 7 günü bir vaqa bo'ldi. Buni hammaylar biladi. Xotan viloyatlik ma'mur mahkamaga hujum qildi degan asli xuddi Uyg'urlar haq narsani bir talab qilib oldiga bosimi qarshilik qildi, hujum qildi degan otga kirdi-ku. Shunda bir ot bilan 7 ayının 7 günü bir vaqa bo'lgandan keyin bular Xitoy yana bir qatim o'zgartish yapadi-chu. Uyg'urlarninki Xotanga boshliqlarni o'zgartishda Wang Jinjan ismli shu Xitoy kaptikan. Shu siyosiyni qattiq tutib bo'lib o'qituvchilardan boshlaymiz deb shunchalik bir ishlarni qilib ketgan. Masalan shu vaqtdami bizga o'zingni masalan ba'zida men nima yozishni o'qimadim, chunki yangi o'qish bitirib kelgan vaqt, mushta vaqtida dadam tomoq qilib kirib, meni asta chaqirib, balam uni pash qil, buni pash qil desa, o'zingiz to'g'riliq mush ishdan qutulman deb hech narsa yozmang. Chunki siz yangi o'qish bitiray deyapsiz. Bir narsa yozsangiz bu bir umr peshoningizdan ketmaydi. Gongsandan mana shundoq gongsandan. Shuni ertog'in 20 yil, 30 yildan keyinmi sizni shu ish bilan qiynaydi deb menga deb qo'ygan dadam. Amaliyotda men shu vaqtida qarasam, masalan, oliy maktabda o'qiganda to'g'ri men namoz o'qidim, ro'za tutdim. Men 5 yil Qashqar pedagog universitetida o'qigan vaqtimda kechimni 40 tal urib, do'ppi kiyib, doim atlas ko'ylak kiyib yuratdim. Qashqar pedagog universitetida men o'qiyotganda o'qigan bo'lgan bolalar meni tunaytdi endi. Men o'qiganda mendam bir Uyg'ur men bir Uyg'ur deb shunda bir iftixorlik tuyg'usi bor-da. Keyin Vancouverga kelib shundoq yurdim endi beshida. Men aslida dadam demagan bo'lsa, men ro'za tutdim, namoz o'qidim deb yozmoqchi edimchu. Meningkin doim bo'lmabdi, hech nima yozmabsiz deb o'tkazmay, shu men bir qiynalib nima yozsam bo'ladi degan vaqt. Mana shundoq ishlar bo'lgan. Ba'zi o'qituvchilar tuyuqsiz ishga kelmadi shu ishlardan keyinchu, kelmay voy tutib ketibdi, nima bo'pti desak, Elizabet tashkiloti deb bir tashkilot qatnashib ekan. Deb bir gaplarni angladik. Lekin shu tashkilotni men chiqib tekshirib baqdimda, chet elga chiqib. Hozir tekshirsanglar bir Elizabet tashkilot deb Elizabet Organization unda desak hech qanday bir yomon bir narsa chiqmaydi ekan. Endi ashta deb yo'qolib ketadi. Xizmatga kelmaydi, turmuqqa ketadi. Shuni ko'rdikda, endi men necha yil ishlash jarayonida. Ko'rib bu nima ishdi? Tova Xudoyim, nima shunda bo'ldigandi deyman. Uningdan keyin shu men shu 3 yil bizga bir tal fikr sandiqi deb qolib qo'ydi. Har kuni bizga siyosiy o'rganishdan keyin o'qituvchilarga 10 yil ichida sizlar ko'rgan atrofingizda mayli shu Chiridin bo'lsin, o'zingni o'qigan yerdan bo'lsin, bizning shu kommunistik partiyaga qarshi biror gap qilib solgan odamni bilsanglar, yoki bo'lmasa deydi, namoz o'qigan, shu dinni tashviq qilgan,
Muşundaq adamlarni, muşundaq işlarni anlab, bilib, o'qigan bo'lsanglar, ya o'zinglar qilgan bo'lsanglar, shu mush sanduqqa solasizlar. Mush sanduqqa solsanglar, isminglarni yozmaysizlar deydi endi. Selinglar, unda deydi. Endi şu her günü birisi yazıyordu, ertesi bir adam yok olup gidiyordu bizimki aramızdan. Demek hem de kim saldı, sanmadı. Mesela ben rast geldim desem ben aklım sep koyman da her kadın. Ya minimum bakıp siz de manda yazıp da siz manda deptkensiz dep sorğanlar oldu ben sorğanda. Ben ya ben onda demedim, dep qat'i men demedim dedim. Çünkü demegen lam ixyalınız yok gepler. Heyran qılıp ki men heyran ben onda qilmadim, onda demedim dep aşta nim qildim. Şununğa asasen de oylasak men mushundaq qilib Uyg'urlarni azaldan bir-biriga bo'lgan ishonchisini yo'qotib etib ashundaq tuzumda qilyapti-chu bizni. Mesela yaqinda biz lagerlarni ochgandan keyin nurg'un videolarni ko'rdik. Nailada, yezilarda adamlarni ashunda o'ldirib saldiryapti. Ertesi kimlarni yo'qolib ketgan, hech kim bilmaymiz. Bu degan bir insonlar o'rtasidagi ishonch yo'qolgan hamon. Hamma odam bir-biriga ishonmaydigan bo'lib qolgandan keyin bundaq bir aşundaq bir nimini, milletni başquruş asan əməliyyatı. Bu degan intayin nait aql bilan o'ynagan, nait aşu voyaga yetgan bir o'yin bu. Buni inglizda psychological game deb ataydi. Xitoy tarixdan buyon o'zimizning yig'ida o'zimizning gücünü qo'rib mushundaq o'yinlarni o'ynab kelgan hozirmi bo'layotdi-ku vatanda bu. Bu chet eldan bo'layotdi deb qarayman men. Chunki masalan bir tashkilotlarni yaxshi bir shahar, yaxshi bir ish faoliyatlarini elib qilsa, tuyuqsiz intayin go'zal, nihoyat yaxshi gaplarni o'tirib chiqib bir turkum odamlar paydo bo'lib qoldi. O odamlarni siz burundan millatingizga, Uyg'uringizga kuyanganini ko'rmagan. Tuyuqsiz o'tirib chiqib, shu bir ishlarni yo'q qilib etishga tirishidi. Bir mezgil shundoq bir o'yinlarni o'ynaydi. Bir ikki yildan keyin o'zi yo'q bo'lib ketadi. Jamiyatimi yo'q bo'lib ketadi, qilgan ishimi yo'q bo'lib ketadi. Ondan bir jamiyat kuchli jamiyat bo'lgan bo'lsa, o'rnidan turib bir ishlarni az bo'lsin qilib mangdi. Agar ojizroq jamiyat bo'lgan bo'lsa, yo'qib ketadi yana bir jamiyat. Chunki yana birisi ani yo'qitib atgan nishonga yetdi degan gapda bu. Bizning Ashxotanning Chirinoylik 3-boshlang'ich maktab degan maktabda o'qigan. Uningdan keyin 1-o'tir maktabda, bizning birdan-bir to'liq o'tir maktab. Men shu maktabga kirgan vaqtda to'liqsizlarmi bordi. To'liqsizni ham to'liq o'tirdagi hayotimni shu yerda o'tkazdim. Hamda u vaqtida to'liqsiz to'liqlarda biz sinflarda ikki o'quvchi birga o'tirdimiz. Ayrim o'rindiq yo'q, mandaq keyniga yulindigan yog'och yeri bor, yog'och o'rindiq u vaqtda bordi sinflarda hammizda. To'liq o'tirdimmi ashtaqku deyman. To'liq o'tirdimmi shundaq. Qishda biz sinfda har bir o'quvchi birinchi ustalda o'ltirgan, ikkinchi ustalda o'ltirgan deb navbatlashib biz mashlarga o't yoqatdik, sinflarni tozalaydik degandek. Men to'liq o'tirdim, to'liqsizdan boshlab ham sinfda nihoyat aktiv, nihoyat yaxshi o'qib kelgan. To'liq o'tirni men 1993-yili tugatib ben to'liq o'tirdim, 3 yilni 2 yil o'qidim. Undan keyin Qashqa pedagogika institutiga mangdim. Institutda 1 yil Xanzutunda o'qimay, 4 yil kasb o'qib, oliy maktab hayotimda 4 yil o'qidim. Shu o'qish jarayonida biz to'liq o'tirda hamda bir saboqdoshlar bo'lib, to'liq o'tirdagi maktabdagi vaqtimda nihoyat kuchli, qattiq biz tabiiy o'rganimizg'o deb ashunda bir-birimiz bilan baslashib, ashtaq o'rganadigan bir to'liq 6 sinf bordi. Mening shunchalik esimda. Saboqdoshlar biz ashunda yig'ilib, bir-birimizga yordam qilib, hammamiz tabiiy fanga imtihon beramiz, tabiiy fan o'qiymiz deb ashundaq bir irodada o'qigan biz. Hammamiz oliy maktabga ketdik. To'liq o'tirdik hayotimda bir kuni maktabga kelsak, shu eshiklarga
Bütün bizim mektepning ishkiga, bizning mektep hali seriq kona bir binoda, bizning noyining shu to'liq o'tir maktabi. Shu vaqtda o'qituvchilar buni Rosla seppagan, Rosla vaqtida selingan maktab deb başlaq deydi. Aniq tarixini bek bilib ketmayman. Kona sinflar demdi. Ben o'qish bitirib borgandim shu sinflar batiqcha. Shu vaqtida qaysili bek aniq esimda qolmabdi. Shu attigani borsak sukuttasini cheqib tashlayli deb bir shuarlar sinflarga chaplanib ketib ekan, sinfning eshiklariga. Bu vaqtida men bir sinfning sinf boshliqdim. To'xtamay 2-3 kun bizni so'roq qilib, bildingmi, bilmadingmi deb. Amaliyot vaqtida men bu ishni xabarim yo'q. Lekin biz yaxshi o'qiymiz degan bolalar bir guruhga ashta bo'lgan ekan, qattiq bizdan gumonlanibdi-da bular. Mushu sabablik men oliy maktabga borgandan keyinmi noiti har yili kelsam noyiga, ta'tilga, akirib nimish yana u yerda nimish bor, unda deb qattiq ruhiy besim bir qo'rqinchni ichingizga soladigan ishlar bo'lib turgandi. Noiti bakkalikqa ruhiy besim his qilib shundoq bir o'qidim men raskamni desam oliy maktabda. Natijam favqulodda yaxshi bo'lg'achqa bizningki mush to'liq o'tirdiki meningki ayni vaqtdagi maktabninki mudiri maktabninki meningki dars o'qituvchilarim uningdagi mening sinf mudirlarim mening natijalarimni qattiq ko'rsatib ashtaq turgan bo'lsa men oliy maktabga shundoq ketdim. Qashqar pedagogika institutida 5 yil o'qishning o'rniga men 4 yil o'qib maktabni bitirish jarayonida men xanzur tilini o'zligimdan qattiq o'rganib mangdim xanzur tilini. Chunki mening o'zimninki shu magistrlik imtihon berish orzum bo'lg'achqa o'qish bitirgan yili, chunki siz Uyg'ur tili o'qing yoki o'qimang, magistrlik imtihoni hammasi Xitoycha oladi vatanda. İmtihan qatnaşdım. Men imtihandan o'tdim. Ayni vaqtki bizning shu atalmış hamda 1997-yili 7-oyda meni 100 turani imtihon olaman deb men imtihon bergandan keyin Şinjan atalmış Şinjan Üniversitesining ximiya fakultetida Xiashi deb bir Xitoy professor bor ekan, nihoyatda qari. Men bilan 100 turani ko'rishib, meni 100 turani imtihon elib, shu o'z og'zida bakya qabul qilaman u dedi, lekin keyin hech qanday bir chaqiriqni topshirib olmadim. Men o'qish jarayonida Qashqar pedagogika institutininki o'zining gazeti, Qashqar gazetlariga meningki o'qish tarixim, ish izlarim, natijalarimni shu gazetlarga e'lon qilgan. Tunsagul Masidiq Chira, o chaqda Chira yo'qdi, hamda Tunsagul Masidiq deb chiqatdi. Savoqdoshlarim obdan bilatdi. Men qattiq haqiqatan tirishib o'rgangandim. Keyin men hamda uyninki bir atalmış yolg'iz qiz bo'lganligim sababidan uydagilar qaytirib keldi. Meningki boshlang'ich maktab hayotim, o'rta maktab hayotimda men o'qigan boshlang'ich maktab, o'rta maktablarda butun Uyg'urlar bordik. Xitoy tilini haftada 2 soatdan 4 soatdan Xitoy tili darsimiz bor. Bütün dersimiz Uyg'ur tilida. Hammamiz Uyg'ur, shunda atdik. Keyin o'rta maktab to'liq o'tirga chiqqandan keyin biz men to'liq o'tirda o'qiyotgan mezgildimi, bizningki hozirgacha esimda bor, shu bizningki adabiyot darsimizda Uyg'urlarning tarixi, Hunlarning tarixidan qisqacha darslarimiz bordi. Shu vaqtida masalan Sakaki, Nurg'un burun tarixda o'tgan Uyg'ur adib yozuvchilarininki biz yozgan maqola, she'rlarini tahlil qilib shu o'qitdik shu vaqtida-chu adabiyot darsimizda. Bizningki bütün Uyg'urlar bor. O'qituvchilarning ichidami biz Xitoy o'qituvchi yo'q dema o'qigan vaqtimda maktabda. Faqat birlam Uyg'ur tilini yaxshi so'zlay oladigan, hozirgacha ismi esimda meningki shu to'liq o'tirib men o'qiyotgan mezgilimda Chunyi, Jujungyi deb bir ayol bir o'qituvchi bor Xitoy, lekin qattiq Uyg'urchani yaxshi so'zlaydi.
Uyg'urdek so'zlaydigan ikki Xitoy o'qituvchi Xitoy tili dars beradi Uyg'urlarga. Shu ikkisidan boshqa bir Xitoy o'qituvchi ko'rib boqmagan. Xitoy bolalarmi yo'qdi. Men to'liqsizga chiqqandan keyin boshlang'ich maktabda qiz o'g'il hammamiz o'qiydik. To'liqsiz maktabda men qizlar sinfida o'qigan. Bizda shu vaqtida qizlar sinf, o'g'illar sinf deb bo'ldi. Biz o'qish bitgandan keyin bu sinflar yo'q bo'lib ketdi. Hammasi qiz o'g'il aralash o'qiydigan bo'ldi. Onda shu bir narsa hamda bak esimda turdi. Bizning noyda men to'liq o'tirdi o'qiyotgan vaqtim bakroq esimda ekan to'liqsizlik vaqtida. Xitoylarmi jiq emasdi. Faqat qurilishchi Xitoy, masalan bir ikki ayol tamoq etib bersa, shu bir bo'lak Xitoy ish qildigan, u qurilishi pisi yo'qolib ketadi. Ondan masalan qurolliq bilim, ucang bu deb qo'ymiz Xitoycha. Ondan saqchixonada bir nechital Xitoy ashular batdi. Mening shunchalik esimda butun shu idora jamiyatlarning boshlig'i hammasi Uyg'urdi u vaqtida. Xitoy ko'maytdingiz. Bir atal bir shalg'ut iyabiyadan kelgan Xitoyni hisob qilmaganda. Ondan shu vaqtida bir narsa shunchalik esimda. Saychi Xitoydan birasi batdi noyimizda. Biz bozorga kirsak, masalan, say oldiga sho'si Xitoydan say olmaydik. Ko'ktatni Xitoydan setib olmaydik shu vaqtlarda. Shu darajada men butun noyvichi balkim jiq bo'lsa bir 2-3% Xitoy bordi deb o'ylayman shu vaqtida. Yo'q deyarlikdi. Qashqar pedagogika institutini tugatgandan keyin shu vaqtida shu ximiya kasbini bitirib, bakalavrilik unvonini olib, shuninglar bilan birga men oldida dedim-ku Xitoychani tang o'rganib olgan deb. Xitoychadan imtihon berib, atalmish Xinjiang universitetiga chiqib, buningdan ilmiy maqolada dissertatsiya qilib, ham Xitoychadan, ham ximiyadan qo'sh bakalavrilik unvonini oldim. Qashqar pedagogika institutida ayni vaqtida nihoyatda qattiq qilish ehtimolim ham allaburun meni ep qolgan vaqtlar. Men uydagilarninki buni onam rahmatlik chiqib qolgandan keyin men Xotanga qaytishga majbur bo'lib, amaliyot o'zimning qilib qolg'isi bo'ldi. Mayli men birlam qiz ota-onamni beqish majburiyatim bor deb qaytdim. Qaytib qolgandan keyin menga qaytishdan burun ayni vaqtda bizning qo'limizga maktabdan mundaq men ham yaxshi o'qigan bo'lgandan keyin bizningki fakultet maktab nomida menga bir parcha xat bergan. Mundaq yaxshi o'qigan o'quvchi deb. Shu xatning yuzisidan hamda men bu xatni ayni vaqtda Xotan pedagogika institutiga qilib berdi. Men dadam tufayli ishik qilishni xohlamaganimiz uchun ayni vaqtida Xotan pedagogika institutiga qolamay o'zimizning noyisiga ketgan. Bo'ldi, ben noyiga ketaman deb. Noyiga ketgandan keyin meni noydan boshqalarni taqsim qilib bo'lgandan keyin meni taqsim qilmay noyda andishida bo'ldim. Men bu yerga keldim. Bizningki noyning ham noyda yiroq. Hatto qatnash bilan chiqib, undan keyin necha soat shu otish shakarvisida menib boradigan maktablar bor. Mushna maktablarga bir bitami qanday qilama deb bu andishini til bilan tasavvur qilolmayman. Men bilan tang kelganlar xizmatga tushib ketdi. Men shu yaxshi bir xat bilanmi bir oydan ortiq to'g'andan keyin ondan meni yana men bilan qattiq bir paranglardan keyin sening do'stlaring manda qilgan, unda deb bir ro'y besimni ishlatib atgandan keyin meni saqchi taraf izlab, ondan ma'rif idorasi menga o'qituvchilik qilib, bizning noylik to'liq o'tirg'i taqsim qildi. Shundan shunchalik xush bo'ldim shu yerga kirganga. Chunki mening shu ayni vaqtga oldimda bak yiroq ketishni hamda xohlamayman, mening oilam xohlamaydi. Nihoyatda bir xushallik ish bo'ldi hamda biz menga ham oilaga. Shunchalik xushal bo'lib, o'zimningki o'qigan maktabga deb kirdim. Shu vaqtida men maktabga taqsim bo'lgan vaqtida bizning ma'rif idorasininki birinchi boshliqlari, maktabning boshliqlari butun Uyg'ur boshliqlar. Maktab mudirimiz Uyg'urlardi. Meni bildigan mening o'qituvchilarim deganda. Maktabda ishladim, ishlab
2 yıl bula bulmay, 3 yıl bula bulmay, meni xanzu tildi yaxshi deb, meni ximiya dersini bəgili qoymay, Xitay tili ötüşki saldı. Xitay tili o'qituvchisi yo'q deb. Xitay tilini ben huquqini ras o'rganganim, chunki o'rganmasak bo'lmaydi vatanning sharoitida. Chunki o'rganib boshqalar buzak bo'lmay yashashimiz kerak Xitoyga. Men Xitoy tilini o'rganib, o'qishga xizmatga chiqqandan keyin xizmatdan yenib, vaqtimni bekor o'tkazmaydim. Xitoyning qonun bu kitoblarni ko'rib turatdim-chi. Uzun qolmay yana men Xitoy tili o'rgangandan keyin meni vatanda qo'sh tillik sinf deb sinf ochilib ketdi. Shu vaqtida meni shu sinfning sinf mudiri shu sinfga dars o'tdi deb bu maktabni bizningki vatan shu Chirda birdan-bir Xitoy o'tir maktabi bordi. Buni biz Chirnoylik 2-o'tir deb ataymiz. Shu 2-o'tir maktabga meni yo'tkizdi. Yana bir o'qituvchi bilan ikkimiz ham Uyg'ur boshqasi butun Xitoy bir sinf qo'sh til sinfini menga tutqizdi. Shuning bilan toki men Xitoy ash maktabda ishlab 2006-yilgacha shu Xitoy maktabda ishladim. Lekin mush 2006-yilgacha men Xitoy maktabda ishlaganda bir narsa shunchalik ko'nglimga ta'sir qildi u maktabda. Biz endi birdan-bir Uyg'ur sinf, mushu sinfni, mushu qolgan Xitoy sinfini oldida qo'yamiz deb biz bolalarimizga haqiqatan ichimizdan chiqarib shu ishga o'qituvchi biz shunchalik yaxshi ishlab bollarimizni o'rgatib bizningki ayni vaqtda birinchi qatim boshlanganda Xotan viloyat bo'yicha bu qo'sh til sinfi viloyat bo'yicha imtihon oladi-chu, darajaga turg'izadi. Bunda ishlarchi qo'zadi miyada aqlga sig'magan bilan. Shu vaqtida men bizningki sinf mushu bolalarim shuncha aqlli bolalarni tanlab oldi. Eng yaxshi bolalarni tanlab chiqdi mushu sinfga. To'liqsiz 1-yillik hamda 1-yillik bo'lishdan burun 1 yil Xitoycha o'qiydi-da bolalar. Mushu bolalarningki mishak chiqiniga tushliq ota-onalar shuncha oqishqilni qilishib bergan bolalar endi. Netchini tanlab. Aqlli bolalar chiq deb biz jon tikib bolalarni o'qitdik. Viloyat bo'yicha birinchi o'qitishda meningki bolalarim darsda. Shunchalik yaxshi mangsimi Xitoy maktab bo'lg'achqa biz ikki o'qituvchi doim normal loyiqatli o'qituvchi bo'lamiz. Dars o'tmaydigan, masalan, dars anglashli bo'ladi bizningki maktablarda-chu vatanda. Kirsangiz hech qanday bir dars o'tish taktikasi yo'q. İmtihoni olsa butun bir sinfda Xitoyning sinfi 50 balaning ichidan 4 balasi o'tmaydigan imtihonlardan. O'qitishibdi shuncha nachar Xitoy sinflarining. Shundalarni eng ilg'or o'qituvchi qilib saylab berdi. O'qituvchilarni hurmat qilmaydi, Xitoy sinfining bolalari shunchalik lukchak. Bizning sinfning bolalari shunchalik o'qituvchilarni hurmat qildi. Biz o'qituvchilar ham o'qituvchi ham do'stdek bolalar bilan shunday yaqin. Yenidan ayrılmay bolalarningki yurimiz shunchalik kuyunimiz. Aşıba, lekin Xitoyga qarasangiz amaliyotda u yo'q. Shunday kuyunib bolalarga unda qilmaydi. Lekin bizning bolalarni Xitoy sinib ko'pincha buzaq qildiganga nima qilib oladi-chu? Biz bo'lmasak bolalarni buzaq qilib oladi. Lekin men bolalarimga nihoyatda obdan tarbiyalarni berib qo'yatdim shu vaqtida. Chunki bizningki Uyg'urlarda meningki ayni vaqtida hozirmi qo'rqmay deyman. Sinfimdagi bolalarni Xitoy o'quvchidan birisi urib, to'pini tortib olib, urib qo'yibdi-chu. Ashtaqsa meningki sinfdagi o'g'il bolalar atrofida qarab turibdi. Shuning bilan men shunchalik bek ochig'im keldi buningga. Chunki 100% gunoh Xitoy o'quvchida. Agar mening Uyg'ur o'quvchim Xitoy o'quvchini urib qo'ygan bo'lsa, bu cho'ng ish bo'lib, saqchilarni akilishini yonmaydi maktabchi. Shundoq bir kayfiyat shakllanib bo'lganmish 2000-yildan burun. 2000-yil, 2001, 2002 deganlarda vatanda. Xitoylar shunchalik necha yil ichida shunday bo'lib ketdi bizning noyida. Mushun kayfiyat ichida bo'lg'achqa men bolalarni akirib, nima uchun birisi o'zi 100% xatolik turib, mening o'quvchini sizlarning qarindishinglar bir sinfdagi bolalar bo'lsa, siz atrofda qarab turibsizlar. Hammanglar birlashib sasanglar hech nima qilolmaydi, chunki gunoh yo'q uningda. Hech o'miz qo'g'dashlar deb sinib uchiq oshkora so'zlab bek ochig'im keldi. Men so'zlab turdim mana shuni.
meningki balalarım bek kichikdan, tuluqsizning balalari. Endi 1-yilga chiqqan vaqtimi ashundaq. Ondan mening bek ochig'im kelib, shu o'quvchiga, ondan shu Xitoy sinfniki ichida Uyg'ur o'quvchilar bordi. Bularmi to'la tayoq yeb, u bu qilib, shu maktab bo'yicha danqi chiqib, eski o'quvchiga aylanib qolibdi-da, endi Xitoyning nazarida. U bola bilan men paranglashib baqsam, bu bola deydi, biz shu boshlang'ich maktabdan boshlab bular bizni qatqa olmaydi, ma'lum. Ondan bizni doim urdi, nasrimizni evalıdı. Biz mushunda cho'ng bo'ldik. Oxirida biz mushunda bo'lib qoldik, chunki biz mushunda bo'lmasak, ular yana bizni bo'zaq qiladi, dedi. Shuning bilan men u bolalarning holiga yetdim-da, keyin men shu bolalar orqali mening o'quvchilarimni qo'g'didim, rost gapni desam. Bu bolalar meni bek yaxshi ko'ratdi-da. Uyg'ur bolalar, Xitoy sinfidagi mening sinfimning bolalar bek yaxshi ko'ratdi. Men bu bolalarni yaxshi ko'ratdim. Mushunda yurib, hamda keyin nayt tas kun bo'ldi menga. Chunki men sirtdan adam tekshirib keladi desa, men chechimni jiq urab atlas ko'ylak kiyib boraman-chu maktabga. Ashta qilib sinflarda chechim 40 dal o'raklik, doppini kiyib, atlas ko'ylakli bilan dars o'tab, uchuq darsni doim meni o'tkil salatdi-chu. Uchuq darsim ashta o'tab, qilsam bizningki shu Xitoy maktab mudirimiz qat'iy buni yaxshi ko'rmabdi. Shuna meni ishxonasiga chaqirib, bu degan Xitoy maktab, sen bu Uyg'urcha kiyimni boshqa seninki to'y boshqa yerda kiygin, bu Xitoy maktab, bu yerda kiymaysan, dedi menga. Shundan men shunchalik ochig'im keldi, men u vaqtida yosh vaqtim, qinim qiziq, bak ochig'im kelib, qaysi qonunda, qaysi ma'rifning qaysi narsida ashunda bor ekan, menga ko'rsatgan. Ondan men kiymayman, shu deyishib qoldim. Kiymayman shu vaqtida agar qonunda bo'lsa. Chunki bu maktab Xitoycha maktab bo'lsa-mu, lekin bu biz Uyg'urlar boy rayonga bu Uyg'urlar degan biz chir deganda Uyg'urlar jiqqu bu yerda. Uyg'urning yeri deb hisoblamanchi men bu yerda. Amaliyoti shugu hamda. Uyg'urning yeri tursa bu Uyg'urcha kiyim kiymayman chunki Uyg'ur. Nimasi xato dedim. Deb deyishib qoldik. Şu günden başlap benim günüm tez oldu da hem de mektepler. Hakikaten yığınası deydi, yığındı mı dedi bunu. Bazılar bek üzünün neticesinden bek üzünü bilmeyevatıdı. Meni küçük göme diyendek şu gapni. Ameliyatı o Xitayning men şu işlevatqa vaqtida Çin pamililik bir Xitay ma'rif idorasining şu jisti. Qattiq qo'rqitdi, Uyg'urlar qattiq qo'rqatdi. Ameliyat bizim maktabning mudiri shu Xitoy bilan qattiq apaq-chapaqdi endi. Ashta bo'lgandan keyin mening butun ishimni askiga chiqarib, oxirida meni maktabga ancha-anchaning odamlar izlab kelishga boshladi. Shuning bilan mening o'zim u yerda bexatar emasman deb o'yladim. Bir o'qituvchim bordi. Hozir u o'qituvchim o'lib ketdi. Shu o'qituvchim menga telefon qilib, mushu bir Kanada tarafga adam chiqayotganlikni, kim bilan aloqalashishimni, bu yerga siz cho'qim bo'lsa chiqita olasiz, qancha tez chiqarsangiz shuncha yaxshi tonsagul deb menga telefon qilib, hamma uchurlarni berdi. Shuning bilan o'zim ashundaq bir turayotgan mazgil bo'lgandikin, mening dadam u vaqtda pensiyaga chiqqan. Mayli, mushuningga bir tavakkul qilay deb iltimos qildik. Har xil sabab, nurg'un qiyinchiliklar, oxiri biz rost gapni desam mayda biz oqi ish qilib, pasport ishlatib, oqi ish qilib, nayta tasdiqli Kanadaga kelib oldik 2006-yili 3-oyning oxiri. Laçin soqqan toshqanning daday vahay adargül jangalda uvasihiba vay adar
musafirinin da dey, vay adar gün. Bu yurtta vay nimesi var. Atam gani medep yığlay da dey, vay adar gün. Atam gani medep yığlay, vay adar gün. Biz yetim musafirinin da dey, vay adar gün. Saman dek bu oldu çehrimiz. Muşu bir qatar işler bolğandan keyin biz 1999 yıl ahırda muşu okutukçum bergen şu telefon numarıga telefon qılıp bu kişi hem de Ürümçide bir şirketi barken muşu Kanada'da var köçmen qabul qıldıgan muşu işlarga oturda anketlerini toldurup, iltimaslarını qılıp berdik. Şu kişi bilen alaq qılıp, yoldaşım ikimiz köp oylanış arqalıq şu Kanada'nı bir hem bu şirket mi qılıvatqa açmış Kanada'ga köçmen beceriş işlerken. Biz ikimiz köp oylanıp Kanada'ya da asbas näslerini kürep, şu Kanada'ga keleyli dep iltimas qıldık. Lekin hem biz üzümüz Xotanda boğaçqa bu 99-yılı iltimas qıldık. İltimas qıp boğandan keyin biz hiç kimge demey aşta qıldık da hem de bunu iltimasını. Nurgun işler boldu. Şunçalik bir tez çıkıp ketişini şunca arzu qıldık. Lekin pasportumuz becerilmey, naiti işler sörülüp biz Uyghur bolup qalğanımız üçün hem de yani Xotandan çıkış asan mı bolmagan ekan. 2006 yılı 3. ayının ahırda aran çıqalıdık. Çıqa vaqtida mı ata anamızga mı hep de qağa vaqtida mişay çıqıdığınımızını dep hiç kimge demeslikni dep aşunda başka dost yarallarımız hiç kimge uqtamay jimjitla çıqıp aldık Kanada. Kanadaga kelgenden keyinki hayatыңызga qiziqimiz. Yani bu yerdeki en çok qiyinchilik nim boldu? Nimelerdi qiynaldınız? Muşunu biraz sizlep bergen bolsanız. Ben hem de yoldaşım, oğlum 2006 yıl 3. ayın ahırı Kanada'nın Vancouver şehriga keldik. Vancouver şehriga kelgen vaqtida biz şu Barnaby şehrinin merkezide bir yaxşı yerdə tuduq. Mişədiki Uyğurlar Vancouver'daki bizge aldın alaq qılıb, öylənib, təyalab qoyub diken. Qiynalmay uruluşub aldıq. Kəlgəndən keyin hem de Allah'a çəksiz şükürlər olsun. Məsələn, turmuşda bu cəhətdə bək bir qiynalıb getmədik. Mən hem de herhalde bir özümüzdən turmuş, məsələn, onu bunu tüləydiğən bu işlərdə işletəlikçilik tilim bolğan ekan. Şu vaqtda bir şireli buvay dep
Muş Uyg'urlarga yordam qilib qilayotgan boshqa millatdan bir ishimni Uyg'ur shirali qo'yib olgankan. Bir boy borkan, shu bizni u yerga olib, bu yerga olib tizimlatidigan ishlarga aspas yordam qildi. Boshqa Uyg'urlar yordam qildi. Endi bir qiynalgan narsa bu vatandan, o'zingning ota-ona bir tuqqanlardan ayrilib endi hech qanday bir tunuşluq bo'lmagan bir yerga kelib yashash bir ajoyib biz bu endi hayotda cho'ng o'zgarishgan. Shu bir nima bo'lib bir ko'nglimizning bir yerlardan ma'naviy jihatdan bir echirqash borda endi. Tuqqanlarni to'xtamay seg'ingan, do'stlarni seg'ingan. Şunu bilan biz yo'ldoshim atrofga qarab, Uyg'urlar bilan yaxshi o'tdik. Lekin hamda bizningki shu vaqtda biz kelganda hamda Vancouverda vatanda o'qigan, Vancouverga kelibmi, ish o'rinlarini topib, ishlab, Uyg'urlarda bir xil bir qizg'inlik, shunda bir pozitiv energiya bor hamda. Yaxshi narsalarni anglabchi. Şunu ko'rgandan keyin ayol ikkimiz hali bir xotirjam bo'ldik. Shuning bilan 2006-yili biz kelgan yili, shu yil oxirida bir kelgan Qurbon hayitda men boshqa do'stlarimizga deb bir 4 oila birlashib Vancouverga borib butun Uyg'urlarni yig'ib bir Qurbon hayiti faoliyat o'rinlashtirib, shu tunji qatim birlikda butun Uyg'urlar faoliyat o'tkazdik. Bununla hammaylar xoş bo'ldi, bolalarimiz yig'ilib shunchalik xoş bo'ldi. 2007-yili 2-oy mezgilda bir gazetdan shu North Amerikada Night Academic o'qigan bir odamlarningki mushtaq millat ichida mana yo'qolash girdoviga berayotgan Night biz az sonliq bir soni az shu Vancouverda yashayotgan bir millatlarni ko'rib, tadqiq qilib, tekshirib bir odam keldi ekan deganni anglab, men qanday qilsak bo'ldi deb atrofdagilardan so'rab, shular bilan bir ko'rishish qiziq tuyg'usi bo'ldi. Chunki hamda bizmi Uyg'urlar, hamda Vancouverga nisbatan az sonimiz o vaqtida. Ham biz Xitoyning zulmidagi bir millat bo'lgandikin, mushtaqlar bilan ko'rishib, biz Uyg'ur kim, Uyg'ur degan kim deb tunusaq yaxshi-ku deb shu vaqtida mening xiyolim. O'ylab aloqa qilib, shular bilan aloqa qilib keladigan bo'ldi. Ondan men yo'ldoshim ikkimiz shu biz turayotgan shu Barnaby degan yerda Metro Town'ningki yaqin bir yerda aloqa qilib bir zalni o'zimiz setib oldik. Setib olib, shu 4-oyning oxirida cho'ng bir faoliyat o'rinlashtirdik. O'rinlashtirib, tamoqlarni bizning uydan cho'ng tamoqlarni o'zimiz chiqardik. Bir Adil deb bir oshpaz ustamning yordami bilan. Ondan shu bizning Vancouver'dagi barliq Uyg'urlarga deb telefon qilib, ularni hammalarni Uyg'urcha do'ppa, o'zimizning Uyg'urcha madaniy kiyimlarimizni kiyib kelishni shu kuni. Uningdan keyin tamoqlarni uyda masalan do'ppa deymiz, kichik qo'l hunavan Uyg'urlarning qo'lda tikkan har xil narsari bo'lsa, yig'ib bir ko'rgazmada qilib qo'ydik. Naqsh usul tayyorladik. Shuning bilan buni ayni vaqtida 2007-yili Rabia onamiz anglab, Qoribarat akamizni avatadigan bo'lib, bu faoliyatga Qoribarat akamizni avatdi. Qoribarat akamiz shu vaqtida shu kelgan mehmonlarga shu Xitoyning vatanimizga qandoq yusunda kelgini, qandoq qilib vatanimizni mustamlikaga olgani haqida hujjatli filmlarni qo'yib turib, bir Uyg'urlar haqida shularga bir shunchalik yaxshi bir tushuncha berdi. Ular shu vaqtida bizning Uyg'urlarning tamoqini tetidi, Uyg'urlarning usullarini ko'rdi. Uyg'urlarning bilan paranglashib, shunchalik bir yaxshi faoliyat bo'ldi. Shu vaqtida hamda shularning orasida bizningki Uyg'urlar uchun jiq faoliyatni qilayotgan Darin baylarimiz bor ekan. Buni men ayni vaqtida o'qimabdim. Keyin Seattle'ga faoliyatga borganda men shu vaqtida bordim deb tanishib bo'lib obdan paranglashdik. Shu vaqtida hamda shu kuni 4-oyning oxiri shu faoliyatda
Qari Baratkamningki taklifi, Vankuverdagi qarindoshlarningki qiziqligi bilan biz tunji qatim Vankouver Uyg'ur madaniyat jamiyatini qurib chiqdik. Uni inglizcha Vancouver Uyghur Cultural Society deb ism qilib hukumatga tizimga oldirdik. Shu vaqtida hamda meni Vancouverda qarindoshlar shu jamiyatning raisi qilib sayladi. Biz shu jamiyat qurilgandan keyin shu jamiyatning board a'zolari bilan nihoyatda yaxshi hamkorlashib, shu Uyg'urlarni bir yerga akilib, Uyg'ur bolalarga biz 2007-yili, shu 7-oydalam sinib topolmadik, lekin bizning uyni sinib qilib, shu vaqtida bizning apartmentda o'tirdik. Uyg'ur bolalarga Uyg'ur tilini boshlab etdik. Vancouver'dagi onalar navbat bilan dars o'tdi bolalarga. Uyg'ur tili darsi. Ondan keyin biz Nuruz, Qurbon hayit faoliyati, Ruzayt faoliyatini hamma Uyg'urlar kelib jam bo'lib, shu birga faoliyat o'tkazdik. 2007-yili 10-oyda bizning shu Barnaby'ga mas'ul millat vakillari, undan keyin MLA deymiz, qonun tuzish legislation'ninki a'zolaridan boshlab chaqirib akib, bütün Uyg'urlar berib ko'rishib, bizning ahvollarimizni aytib, ashta qildik. Ular mushtoq ota-onalaringni akildigan mushtoq bir ishlar bo'lsa, biz bilan aloqa qilinglar. Biz Uyg'urlar sizlarning ahvolinglarni tushundik. Sizlarning qiyinchilik ahvollaringlarni bildik. Biz yordam qilamiz deb necha qarindoshlarni Uyg'urlardan berib shu millat vakillari xat avatib, masalan Beijingdagi konsulxonaga, shu Kanada konsulxonaga, shu Uyg'ur ota-onalarning viza olish ishlariga jiq yordam qildi bizningki ular. Men hamda shu Qo'shkuzakka ig'irqat bo'lishning oldilarida men istifa berib chiqatdim jamiyatdan. Başqa bir qarindoshlar 1-2 yil bu jamiyatni tutib turdi. Oxirida endi bu jamiyatimiz asta-asta hukumatga tizimlatadigan bu ishlar bo'lmag'achqa bu jamiyatimiz to'xtab qoldi. Lekin hamda men istifa berib chiqatgandan keyin bu masalan millat vakillari bilan aloqa qilib turdim. Vancouverga yangidan odamlar ko'chib kelsa, Uyg'urlar, o'quvchi bolalar kelsa, ularga yordam qilib, mushlarningki masalan o'rlashtiradigan ishlari, tizimlatadigan ishlari, qatorliqlarga hamda Uyg'urlar, men Uyg'ur deganlarga yordamlarni aymadik. Qandaq ishlar bo'lsa, masalan refugee iltimos qilganlarningki iltimoslariga yordamlashib, qandaq yerga borsa bo'ldi, qandaq qilsa, mandaq buningki prosesni qonun organiga bevosita borsa bak qimmatchi bu. Pul ammo yaxshi hal qiladigan mushtaq yerlarni tepib, ulargacha mushtaq yaxshi servislarni tepib, Uyg'urlar uchun yaxshi faoliyatlarni qilib, ashta kep turdik. Bir qatimliq shu Tibetlar bilan birlikda o'tkazgan Uyg'urlarning 2008 deyman. Cho'ng bir namoyishda Art Gallery'ning, Vancouver Art Gallery'ning oldida men bayroqni tutib, bizning ko'k bayroqimizni Uyg'urcha naqsha aytdim, undan keyin Uyg'urcha usul o'ynab berdim shu yerda. Adam bak ko'pchu hamda bu yerda Uyg'urlarni tunishtirib. Shu jarayonda hamda bir tarafdan Uyg'urlar bizning community uchun hamda asbas bir tirishchilik ko'rsatish bilan birga men shu maktabda izchil o'qib, tildan boshlab bir kasb o'qish uchun bu yerda til o'rganishni to'xtatib qo'ymadim. Men sistralik kasbini tanlab, sistralik kasbida o'qimoqchi bo'lib qildim. Shu hamda sistralik kirish uchun shu uning oldida cho'qim tugitadigan bir necha xil dars, talablari bor. Shularni tugitib 2018 6-oyning 15-i men Vancouver Community College'ninki sistralik kasbini bitirib chiqdim. 2018 hamda yilning boshida bir ovoz bir qadam bo'yicha biz tunji namoyishimizni 2018-yili 3-oyning 15-kuni United Nations'ninki bizning shu Vancouverda ochilgan tunji yig'inida yig'ini o'rnining oldida elib bordik. Buningga Vancouver'dagi nurg'un qarindoshlarimiz chiqdi. Shuningdan boshlab hamda men Vancouver'dagi shu namoyishlarni bo'lgan barliq namoyish, Uyg'urlarni tunishtirib so'z o'tish,
Vancouver'daki mekteplerge tuluk otur mekteplerge. Muş Uygur genosidini tunuşturuş. Çünkü ulanınki mekteplerde muş social klasta genosid tunuşturduğun türü barçı. Muş mekteplerge muşun ötüş nayeti mühim. Muş Uygur genosid hakkında mekteplerge ders ötüp, her katım ders ötken vaqtida balalarınki alaka kıldığan alaqılışış adresi, mesela ilhat adresi, qatarlıqlarını yığıb aldım. Muşu arqalıq biz Vancouver'da toxtavsız, mesela xas 2. ayının 5'i her ili, 7. ayının 5'i, 10. ayının 1'i, andın bizninki Cumhuriyet Qurğanlıq günləri, qatarlıqda fəaliyyət namayişlarını qıplı qanmay, biz Vancouver'da nayet köp namayişlarını qıldıq. Mesela Xitayınınki 10. ayının 1. gün təbriklab açqan partiyalardan da olturuşturda bütün konsulxanalarını çağırıb qızıl lipapalarını verib aqışıqlı müşahidimi qılıb muşda iştirabaken biz muşunda uçurlarını aqtırıb ularınki fəaliyyət qıldığını bilsək, o fəaliyyət qılıbasa, içində olturuşunu qılbasa, biz ularının yüzünü düşürüb sırtı namayış qıldıq. Ondan 2018-13 ayda Vancouver'da tutulğandan keyin bu Mingwenju Xitay Huawei şirketinin CEO'nun kızı muşu Xitayını nimige Amerikaga ötküzüp birisi Xitayga bərməysə dep biz muş Kanadalıq iki diplomatını tutuğan iş bilen birleştirip iki Michael'ның işini nayet köp namayış qıldıq Mingwenju'nun her katımı sot bolğanda, sotның aldıda. Onundan keyin muşu Vancouver'daki Uygurlar meyli aldığı çıksın yoki çıkanmağanları bizninki muşu iş qılıb atqanlarını nayet qollab aşağı qıp keldi Vancouver'daki Uygurlar bu jarayanda. Onundan keyin muşu men oylab hem Vancouver bu Xitay nayet köp Xitayınınki küçüne ait merkezleşken bir yer Vancouver, Kanada'nın içinde. Xitay nüfusu Vancouver'ınki ait 40%'ni egalleydi. Şuna bu yerde men 2018'den başlap namayış ulaştırıp koygandan keyin bana hem de maşinamı üstübetidigan mening maşinamı üstübetken maşinamı saqçı tekşüge vaqtida oğlanınki numurlarını yögüp etken nayet gumallıqçı bu. Bana tehdit telefonları toxtamay Xitaydan kelidi. Her xil nima tehditler bolup ketgandan keyin yo'q biz texi bu Xitaylarga tüzük bir iş qilishimiz kerak. İş qilishimiz yeterlik bo'lmadi degan narsa hamda kallada amaliyotda yeterlik bo'lmayotdi hech qanday bir ishlarimiz. Bo'lg'achqa shu Kanadadagi Jewishlar başlaştım burun ben konsulxananın aldıda emas ne adam köp bolsa şu yerlerde biz heptede bir qatam namayışını başlagan. Keyin o Kanadadagi Jewishlar namayışını Xitay konsulxananın aldıda qısaq degandan keyin Xitay konsulxanasının aldığı yötkeldik. Şunda qılıp men ailem, bazı başqa qarindaşlarımızdan qatnaşışı bilan 3 yıldan artıqraq ta ki 2022 yılı 11. ayda 11. ayının 1. günü şu nimige qaytıp kelgiçe köçüp Edmontonga. Vancouver'da 3 yıldan artıqraq her hafta meyli hava rayı qandaq bolsun toxtatmay Xitay konsulxananın aldıda namayış qilib kelgan. Bizninki şu men ta qaytıp kelgiçe hem de 18 aydan artıqraq vaqt Kanadalıq ayal ikisi menenki şu haftalık namayışım qatnışıp berdi. Hakikaten hem de bir isil insanlar ular qatnışıp aşağı qilib berdi. Şu namayışını iş qilib bek üzülüp qalmışken degan şunchalik ümit etdim hem de. Çünkü Xitay konsulxanası biz Uygurlarning namayış qilishdan bir çoğ işlep bilip ketmeydi. Lekin Xitay konsulxanasının aldıda qalğan namayışımız şu Xitay konsulxanasının aldıdaki toxtab ötüp ketib atqan daim bek trafik toxtaydigan bir yerdi. Nayeti bir yaxşı uruncu. Bunun önümü hələ yaxşı bolğandı. Şu arqalıq
bizning Vankuverdagi jamiyatni izlab, biz bilan aloqalashadigan odamlar ko'paygan. Bu jarayonda men Vankuverdagi boshqa guruh, boshqa organizatsiyalar bilan munosabatni yaxshi bog'lab, ulardan yaxshi foydalandik. Masalan, Uyg'urlarninki, masalan, petition, millat vakillariga yozgan xati, shunday ishlarda mushular nihoyat yaxshi bizga yordamli bo'ldi. Ondan Vancouverda shu Jewish community bilan men birga shu ko'p xil dinlar guruhining Uyg'urlarga yordami degan guruhda biz birga faoliyat olib berib, shu oldingi 4-5 yilning ichida hamda men masalan bir nima bo'lsa, mayli Erkin Sidiq akamiz bo'lsin, yoki Abdulla Ayıplar bilan bir shu tutilib ketgan dаңliq bizningki Uyg'ur yozuvchilar, dаңliq kishilarimizning tutilib ketgan, yo'qolib ketgan, o'lib ketgan shu Xitoyning qo'lida vatanda mushta bo'layotgan kishilarimizningki tarjimonini inglizchaga tarjima qilib, bir linkka chaplab bu ishlarni qilyapmiz birga. Ondan keyin kunda 1 soat sosyal medyada shu vatanda bo'layotgan ishlarni, qirg'inchilikni, mayli Twitter, Facebook, Instagramlarda buni tashviq qilish bilan birga men 2018-yili 10-oyda Kanada Sharqiy Turkiston jamiyati qurilgandan boshlab shu jamiyatninki board a'zosi, ikkinchi qatim yangi saylamdan keyin shu Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatining muavin raisi bo'lib, hamda qilalig'imcha yordamda bo'lib kelyapman. Uyg'ur harakatiningki deputy director bo'lib, Twitter'dagi ba'zi ishlar, qandaq bir ishlar taqsim bo'lsa, qilishga tirishib kelyapman. Mayli hamda qaysi tashkilot bo'lsin, bizning shu milliy da'voga foydaliqlar bo'lsa, mendan tarjimadamda yo boshqa yordam bo'lib qolsa, men shuni qilishga tirishib kelyapman. Bunu men bilan birga hamda meningki menga yaqindan shunchalik kuch berib yordamda bo'layotgan yo'ldoshim, mening bolalarimgacha shundaq mustaq faoliyat, namoyish u bu desa tang yordamda bo'lib boshlab qilyapti. Masalan, qizim aytdilarmi, 8 yosh, 7 yoshdan boshlab men so'zlasam bir faoliyatda qizim usul o'ynab Uyg'urlarninki Xitoy 3 milliondan ortiq Uyg'urni qo'yib degan bizning Vancouverda necha yil ishlatgan bir lozung bor. Shuning oldida qizim usul o'ynab, ba'zi so'zlaydigan yerda so'zlab, ashta qilib qilyapti endi. Lekin endi odamni bir azoblaydigan ish men yo'ldoshim shu 4-5 yilning yoqi vatandagi endi urug' tuqqan qarindoshlarimiz bilan hech bir aloqamiz yo'q. Ularni bizni WeChatdan yuyib etgan, nihoyat burunlar. Bir bunda echib boqilib, bir shularning bir narsa bormikin desakmi, bizni delete qilib yuyib etgankin, hech nimani ko'rmaydi ekanmiz. Shunga boshqa bir telefonda echib boqib, u narsani taqib etdik. 2021-yili 8-oyning oxiri men shu Xitoy saqchisidan inim Ömerjonningki o'lib ketganligini xabarini angladim. Toki bugunga qadar yo o'zimning bir tuqqanimda inim tugab ketsa, 2 akam Alloh xolisa hayotdi. Shu ikkisining bir eg'izidan shu inim nima sababdan o'lib ketdi, qanday bo'lib o'lib ketdi, masalan qandaq bir yerliklarga qo'yildi degandek bir narsa hamda anglamadim. Bu nihoyat odamni azoblaydi ekan. Mellam emas, hamda millionlagan, minglagan Uyg'ur qarindoshimiz shu mendek holatda hamda vatanning sirtida shundoq yashayapmiz. Bir masala hamda qilmanlam desak, biz Uyg'urlar uchun, vatanimiz uchun qila oladigan ishlarimiz nihoyat bor ish qilib, qilmanlam desak. Hamda buning uchun boshqalar
dostları bilen billa ötküzüyorsa, aile bilen vaktini ötküzüyorsa biz aşındak vaktlarımızın keçişimiz gereken. Lekin hamda hammasiga razı. Allah halsı bir gün çokum aşı vatanga kiralaymiz, kirmen deb o'ylayman. Çokum kiralaymiz. Allah halsa şu vatanda qarindoshlarning ko'ziga tik qaraya oladigan, jur'at bilan bir gap qila oladigan holatda kiramiz, Xudoyim buyursa. Yurtimni suyib hardam bağrımga besip herdem Yurtumni suyup herdem Bağrımga besip herdem Yurtumni suyaleymen Yurtumni suyaleymen Bağrımga besip bir gün Yurtumni suyaleymen, yurtumni suyaleymen. Okuyamadım. Nima aldınız kınız doğruluk? Men şu Amerika'da bir eylem var. Ulanın biz bir yerlik. Tuqallardımda kürüşüp turdiken şulağa men dep şula hayatmıda akim falan akaşta bağımda surap bir uçurunu kılanlar dep cık deyme olağa. Çünkü men üzerime hiç kanda alaqılığım yok. Şulardan anlasam inik diyemey olanın tuqallarımı. Kömüdük bir 2 yıl oldu içedi kömüdük depti şu inimne. Şunlar aşınında anlap men gumallandım. Bu bizden o nayda bek birbirine tunuyduğanlardan alaq qıldıgan. Kömüdük degendikin o çokum inimni akir kitipti olam dep oyladım. Tepsilisini oxumayman. Amma tuyuqsuz WhatsApp'ta bir günü bizden çoğun öyünün, anam dadam rahmetlikning öyünün resmini birisi WhatsApp'ta avatib qo'yapti. Qarasam bu vatandagi numar ekan. Hamda siz bizga nayt aniq vatanda WhatsApp ishlatilmaydi. Qat'iy bu cheklangan. Men derhal bu çoqum saqchi deb o'yladim. Çünkü mening numarimni saqchi har xil usulda ala olaydi. Sosyal medialardan ala olaydi. Men gap qilmadimda, gap qilmay, undan inimning ovozi keldi. Ovozini anglatib. Acha, qanday yaxshimi? Bek yaxshi tug'an, yaxshi turishingni umid qilamiz. U yerda ovozini hayron qilib, men gap qilmadimda, qat'iy gap qilmadim. Lekin shunchalik andishilik bo'ldim. Mushundaylik ün-tünsiz ovozni anglab, ashta kelib, tuyuqsiz bir kuni menga xatlik mushtaq iningiz nimaga jiddiy qutqizishga akirib, qutqizish unim bermay o'lib ketdi deblam. Iningiz Ömer o'lib ketdi. Ashundaylik bir narsa keldi. Şundan men tunji qatim o gap qilib, onunğa Rast gəlmişəmlə ait ağzımını buzub tilvetdim. Enimdə qalsan öldərdin, mən bilməmdim. Sən degen saqçı. Qaysı Uyğur WhatsApp işlətələydi. Dəb ölüm xəbərini ağandı ki, şunçilik bək nim qıb getdim. Nait eğir gəldi əmdi. Əmdi hazırgıca meningki kallamda o inim bir işkil yuqab getdi. O çoqum lagırğa akir ketken gap. Onundan keyin o inim şu lagerda tugab ketdi deb qarayman. Men hozirgacha endi tuqqanlardan yoki bir aniq ashunda odamlardan nima bo'lganini tafsilisini biz bir uchur egallayolmadik endi. Onu men aniq uqmayman. 2004-2005 biz Kanada'ya chiqimiz deb yurgan vaqtida hech kim uqmaydi buni biz yushun bejiryapmiz ishlarni. Aşo Xitoy maktabda men aşo Xitoy mudir bilan xapılışıb qolgandan keyin birlashib bilan bularningki niyati intayin yomon ekan. Birlashib menga maktabda har xil zarba berib maktabda ko'nglingiz bir xotirjam tug'ilmaydigan muhitni shakllantirib qo'ydi.
Mektabda biri. Onundan keyin o Xitoy maktab müdiri bilan o'tirdi o ish bo'lgandan keyin. Chunki meni bosh egisan deydi, men ilqi yo'l yo'qda onunga, onun ilqi yo'lsizligiga. Anda o'gandan keyin men ilqi dadam ba'zi narsalarni ko'stib u boqsa men qonun narsalarni oldiqab, "Mav sen qonunsizlik qilding" deb turib ashta deyishdim. Chunki Xitoyga qanda taqabul turishni az-paz o'rganmasangiz bo'lmaydi vatanda yashagandan keyin. Mening Xitoy tilim yaxshi bo'lgandan keyin o vaqtlarda. Ashtaq deyishib qildim, lekin bu Xitoy bizningki ma'rif idorasiniki shu jis degan Xitoy bilan yaqin bo'lg'achqa menga tahdid qilib bevosita ishxonaga akirib menga tahdid qila oladi-da endi. Siz uni yo bir narsaga evolanmaysiz, hech nima qila olmaysiz. Ashtaq qilib shunchalik royim yenib, men xizmatni bo'ldi endi xizmatni tashlab bitman, ishlamayman. Deb shu yerga kelgan vaqtida tuyuqsiz Kanadaninki nimasi chiqib qoldi. Shuni bilan yana chidab tishimga tishlab bir yil muqammagan vaqtni o'tkazib olib, hech kimga tuydurmay, mening shtatlarimni tashlamay turib, shunda bir ta'tildan keyingi bir nimaga udullab mishingga chiqib oldim. Men chiqib bo'lgandan keyin telefon qilib, hamma narsamni yo'q qilib etdim. Mushu dal meningki hayotimdagi qattiq burilish bo'ldi. Miyaga chiqqandan keyin o'yladim, mendek endi million Uyg'urlar bordi. Men har holda o'qigan, tik turib qilgan bilan tik turolmagan natijalari qanchalik bo'lib ketgandi. Siz vatandagidek mayli xizmatga bering, mayli bozorga chiqing, nima bir xil ruhiy besim yo'q miyada. Mayaga kelgandan keyin ayollar ishimiz ishlab, men hamda o'qib, Allohga shukr turmushlarimiz yomon emas, yaxshi o'tdi. Lekin eng muhim bir narsa bir xil ruhiy jihatdagi nima? Erkinlik. Bu vatanda yo'q, hech qanday bir Uyg'urlarimizda yo'q endi. Chunki xizmatga borsangiz siz cho'qim xizmatda siz o'zingizning boshqaninki ko'ziga qarab turib ish qilishingiz kerak. Shular yaxshi desa siz yaxshi, yomon desa siz yomon. Lekin miyada siz yaxshi o'qisangiz, yaxshi ishlasangiz, shu ko'radiganlar darhol ko'radi buni. Ko'rib, sizningki amaliy qilganingiz, amaliyatingiz hisob hammasigacha bu yerda. Bu bak cho'ng farq. Bu sizni ro'yjatdan bir to'q bir yerdan qilib qo'ydi ekan. Endi bir yetmaydigan yer. Biz miyada endi ro'yjatdan bir erkin Xitoyning bir besimi yo'q, shu narsa yo'q miyadachu. Bo'lgan bilan siz eng yaxshi ko'rgan ota-ona, bir tuqqan qarindoshlaringiz, do'st birodarlaringiz yeningizda yo'qdanga. Bu mumkin emas ekan endi. Bu o'rinni, bu bo'shliqni bu chet elda to'ldirish mumkin emas ekan. Demakchimanki, vatanda bor shu go'zal narsani siz hech qanday qilib topolmaysiz chet elda. Ma'naviy jihatdan bir bo'shliq, bir kama ko'nglingizda, bir hang shundoq yashaydi ekansiz. İçingizdan chiqmaydi ekan hech qachonda xushallik. Men ashunda yashadim deb qarayman. Biz hamda chet eldagilar shu hayotimizda bo'lmasa bo'lmaydigan hech qanday qilib bir darhol bir tug'uzuqlama bo'lmaydigan bu narsa-chu. Ashundaq bir ma'naviy hayotni vatanda qoldirib qo'yib kelgachga shuni topolmay izlab yashaydi ekanmiz.
Kasbiy hayatınız hakkında bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, Kanadada nima xizmat qilyapsiz? Bu xizmatga qanday erishdingiz? Kanadaga kelgandan buyon hamda men maktabga kirib o'qig'ach part time kunda to'liq ishlamaydigan oz vaqt ishlaydigan xizmatlarda bo'ldim toki shu sestralikqa kirgicha yana yo'ldoshim bilan birga Kanada Place'da ishladim Vancouver'niki o'qig'ach. Ondan keyin bu maktabni bitgandan keyin sestralikni bu vaqtda bizning Vancouver'dagi Fraser Health Authority deb bir nima bor endi hukumatdan pul berdigan hukumatga qarashliq shu cho'ng nima medical shu nimaga kirib shu sistemaga shu dengdagi ikki doktorxonada birisida part time yani birisida casual endi ishladim yana Eagleridge Hospital, Ridge Meadow Hospital ikki doktorxonada ishladim shu sestralik qildim. Xizmatim obdan yaxshi. Mushu jarayonda mening kamda bak almışıp turadigan bo'lgancha ishlaydigan vaqtlarim. Men xizmatdoshlarim bilan vaqtlarimni almashtirib degandek hamda bizningki mushu namoyishda bo'libmi keyingi 15-16 oylarda mushu ikki kanadaliklar qatnashgandan keyin shularning vaqtiga qarab o'zimning vaqtini o'rinlashtirib shularning vaqti bo'lganda Aştaq namoyishlarni obdan yaxshi qilib keldik. Ma Edmontonga ko'chgandan keyin Allohga shukr, yana meningki xizmatim hamda bir Kanadaga nisbatan bir ehtiyojli xizmat bo'lg'achqa yana osonlam xizmat topdim. Hozir shu Edmontondagi bir cho'ng nimada doktorxonada ishlayapman. Sestralik qilyapman. Siz sestralikni vatanda o'qimaganku bu yerda shu o'qish hayotingizda nega qo'shib bering? Kanadada qanday sestra bo'lib qoldingiz siz? Men hamda vatanda ximiya o'qigan, ximiya kasbida. Asli bizningki o'zaro planimiz bo'yicha yo'ldoshim men bir farmasist yana dorigarlikni o'rganay deb tayyorlab qolgan. Ba'zi narsalarni o'rganib, darsliklarni olib, lekin tuyuqsiz hamda Alloh bizga qo'shkuzak ato qilib qoldi. Shuning bilan jiq planlarimiz o'zgarib Onundan keyin nurg'un masha Kanadalik bilan maslahat beradiganlar bilan paranlashish orqali hamda shu nima kasbiga hamda shu sog'lomlik mush kasbga kirsa qatan bir osh beradigan bir kasbkan yaxshi kasbkan deb o'ylab shu sestralikqa kirib o'qigan. Meningki vatanda o'qigan kasbim bilan hamda bak farqliq bu ish. Lekin hamda shu maktabni boshlab olgandan keyin tirishib jafo tortsaqmi hamda o'qib tugatib oldim shu kasbni. Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini qanday sharhlaysiz? Uyg'urlardan va dunyo jamoatidan nimalarni kutyapsiz? Bizning hamda bo'libmi shu taraqqiy qilayotgan 21-asrda biz Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa uchrab nəhayət ağır, dəhşətlik bastırışlarga duch kelyapmiz. Hamda vatandagi xalqimiz butunlay Xitoyning shu yiltizimizdan qirqib tugatib o'tish zulmiga duch kelyapti. Hamda bizningki buni intayin sal qarg'ili bo'lmaydi. Men ba'zida o'ylab qolman, 2-Dünya urushida Yahudilar shunday ishga uchragan, lekin u vaqtdagi taraqqiyot, fan texnika nurg'un qurol yaroq har xil narsalarning taraqqiyotiga hozirgini selishtirsak, hamda Xitoy mush yuqori fan texnikani qo'llanib, nihoyat echinishliq hamda bir inson tasavvur qilib yetolmagudek darajada bir bizga nisbatan qirg'inchilik olib beryapti, hamda yiltizimizdan tugatib o'tishni maqsad qilyapti. Mushundoq bir ahvolga duch kelyapmiz. Buni men til bilan tasvirlab berolmagudek darajada hamda vatanimizdagi xalqlarimizni har bir qatim o'ylasam bir tinim shurgunidir-chu meningki. Hamda biz chet eldagi Uyg'urlar haqiqatan shu 4-5 yilning yoqi biz
ancha-muncha bir ishlarni qilib kelyapmiz, lekin yana 95% odam uyg'onmadi. Masalan, vatandagi u tuqqanim, bu tuqqanim, vatandagilardan tuqqanlardan ansirab degandek ko'pincha oldiga chiqqanlar ba'zida yolg'iz qolyotidi, to'liq qo'llashga erishilmayotidi. Bölünüşlər nəhayət köp buluyotidi. Mushu 4-5 yilning yoqi mushu biz chet ellik Uyg'urlardan qanchajik ish bo'lgan siri o'tirdagi bölünüş mushu o'tirg'i chiqqan haqiqiy mushu Uyg'ur millatining bugungi kunda chet elda turib zodi nima qila olamiz, nima qilsak bizning shu da'voga foydali degan maqsadda da'voni qilayotganlarga bo'lgan hujumlar nəhayət dəhşətlik buluyotidi. Əlbəttə bu bəziləri bilib bilməy şunda qismi, bəziləri buningda Xitoyning nəhayət cho'ng qo'li bor deb qarayman men. Chunki tarixdan buyon hammasiga qarasak, amma shu to'g'ri yo'lga boshlab epmanganlarni, shu yo'l boshlig'uvchini har xil usulda boplash, şunu yetim kaldırış, yalğız kaldırış, amalsız kaldırış, cemaat içindeki yüzünü töküş, gipini ötmeydiğen kılış, cemaatini kollamaydiğen kıvıtış, cemaatinin yardımını yok kıvıtış, muşu usullarını kullanıp gelgen Xitay bu usulunu. Hatta özünün içigimi kullangan, bizlerge teximi bek kullanıp kevatkan bunu. Muşu usullar mana muşu aldınqı 4-5 yılın içinde nəhayət qattiq bulavatdı və muşu dünyanın hər qaysı yerlərdə iş qılıvatqanlar hər xil besimlərə uçravatdı, özümüzdən xalqı tərəfindən uçravatdı. Bunu his qılıvatqanlarmı var, his qılmay qarğılaçı əgəşkənlərmə var. Əgər şu vətənimizdən müstəqillikə çoxum buludu, şunu qolğa alımız degan ümid yaşavatımız, əgər muşu ümid bolmasa biz allı burun Xitoyning diğer yerleriga kep bo'lgan bo'lardik. Şuna meningki hamda mushu bo'libmi biz Uyg'urlardan kutadiganim har qanday bir kichik ish bo'libmi vatanimizning mustaqilligi quruq gap bilan, odam tillash bilan hargiz qo'lga kelmaydi. Qila oladigan nurg'un ishlarimiz bor, amaliy ish bilan qo'lga keladi. Oldi bilan mushu da'voning oldingi sababida men da'vo qilaman. Özümni qurban qılıma, pidakarlık qılıma deb, muşu pidakar ruhi bor qarindoshlarimiz oldi bilan bir-birini keçirib, birlashgudaklam ya bo'lsa demoqchidim amaliyotda birlashamaydigan ish yo'q dushmanimiz. Xitoydan boshqa dushman bo'lmagan ekan bizda. Kegizning to'pidan qil izlamay, birlashib, bir-birimizning xatoligini tuzitib yaşavatqılı chet elda necha yillar bo'lgandikin, kashkichalik birisining bir kichik ishini topsa o'zining shaxsiy manfaati, kichkina bir obro'yini tiklash uchun hujum qilishni to'xtatib, uni nəhayət ma'lumni feedback deb qo'ydi chet elda. Chiroyliq deyishib, "Manda qildingiz, men tushunmadim" yoki "Siz qanday qaraysiz" deb chiroyliq bir-biri bilan paranglashib, uni ko'pchilikka o'tirib qo'ymay, olg'a qarab, mushu amaliy ish qilib mangsaq deganni bek umid qilaman. Chunki mayli ish qilayotganlar bo'lsin yoki bizning ergashgan mushu qo'llayotgan xalqimiz bo'lsin, Uyg'ur xalqimiz. Mushu ishlarning ko'pligi tufaylidan mushu bo'libmi oldingi 2 yil ichida nəhayət tushkunlashib, ümidsizlanib, bizning Uyg'ur xalqimiz o'xshamagan darajadagi ro'yil kasallarga giribdor bo'layotdi. Endi özümüzdənki ən buluşqa tegishlik bir huquqimiz yo'q. Masalan, hech kim xotirjam vatanimizga telefon qilib tuqqanlar bilan ko'rishamaydi. Bu degan odamning kalasiga ta'sir qiladigan, kunlik hayotiga ta'sir qiladigan nəhayət cho'ng ishchi bu amaliyotni bilgan odamga. Mushunday bir sharoitda o'tirdiki Uyg'urlar bilan Uyg'urlarning o'tirsidagi ishlar, da'vo qilayotganlar o'tirsidagi ishlar, ondan har xil hujumlar, har xil gaplar texmo biz Uyg'ur xalqimizni ruhiy jihatdan xuritiyotidu. Hamda bir ruhiy jihatdan kuchli bo'lmagan, ruhiy jihatdan sog'lom turmagan bir insonningki bundan keyin cho'ng bir ishlarni tavritib ketishi nihoyat oson emas. Shunga biz ruhiy jihatdan bir-birimizga tasalli berib, bir-birimizni yaxshi ko'rib, bir-birimizga yordamda, madadda bo'lishimiz kerak. Bu qilishga tegishli biz qila oladigan ishlarning birisi Uyg'urlar uchun.
Çünkü biz hemmimiz bir-birimizin mehr muhabbetiga muhtaç. Dal mushundaq sharoitda. Çoğlarda ko'ngilni og'ritgan do'st emas degan gap bor bizning Uyg'ur xalqimizda. Şuna biz ümidsizlikni xalqimizga bag'ishlamay, xalqimizga umid akilalaydigan natijalarni ko'rsatishimiz kerak. Xuddi Dunyo Uyg'ur qurultiyi qilayotgandek nurg'un ishlar bo'layotidi. Mushundaq o'zimiz yashayotgan davlat, o'zimiz yashayotgan muhitning qonun tuzumlari yo'l qo'ygan darajada ish qila olamiz, undan oshamaymiz. Shu gapning cho'ngini qilmay, amaliy ish qilsak deb qarayman. Dünya cemaatçiligidan kütüdüğünüm, biz Uygurlar hem de hazır Uygur'un işi bütün çıkıp gitti medyalarda. Hemmeden bilidu emas, biz şu demokratik devletlerde yaşayotgan bolgandikin, özümüzden etrafıdakilarni, xalqni, şu vatanimizde bolgan irqiy qirg'inchilik bilan tarbiyalasak yaxshi bo'ldi. Xitoyninki bizga yurgizayotgan mustamlikachiligini, vatanimizningki mush Xitoyning mustamlikasi ostida qolgan bir vatan ekanligini, o'zimizning mustaqil davlatimizning bo'lganligini buning oldida. Hozir Xitoy qandaq bizga irqiy qirg'inchiliklarni yurgizayotganligini, masalan, oddiysi majburiy emgakdan boshlab nurg'un narsalarni biz o'rgatishimiz kerak shu turayotgan o'rnimizdagilarga. O'ttir maktablarga to'liq o'ttir maktablar bilan aloqa qilib, mushularninki social klasslariga hamma social darsda bular genosidni o'tidi, hamma maktabda o'tidi. Mushunoga biz Uyg'urlarga hozir bo'lyotidi. Ishonmasang mana deb faktlarni ko'rsatib, maktablarga berib, onlayn bo'lsin yoki biz o'zimiz bo'lsin, cho'qim biz mushu o'ttir maktablarga, hatto charch qanday bo'lishdan qat'iy nazar mushu Xitoyning bizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini boshqalarga bildirishimiz kerak. Ondan boshqalar o'zininki xalq vakillariga har qanday bir ishimiz chiqqanda besim qila oladi. Ularning qo'llashini parlamentlarda, eng oxirida qonun chiqarishlarda biz o'zimizga foydali yerga ishlata olamiz. Dunyo jamoatchiligi, masalan, biz dunyo jamoatchiligining mushularni bir kayfiyat bor hamda dunyo jamoatchiligidimchu. Mushular bilan aloqani to'xtamay qilib, dunyo jamoatchiligini, masalan, Xitoyning mollarini eng qila oladigan ish, har qanday bir odam Xitoyning mollarini boyqut qilish, majburiy emgakdan chiqqan narsalarning qandoqligini, shu mushu chet ellik bizning yaqinlarimiz ish qilayotganlar orqali yana mushu dunyo jamoatchiligi to'xtamay tunishtirib, mushu qadimimizni shu Xitoyning mollarini boyqut qilishdan boshlab toki parlamentgacha bo'lgan mushu orliqlardagi ishlargacha o'zimizning atrofidagi mushu dunyo jamoatchiligidan yaxshi foydalansak bo'ladi biz. Mushu qanday foydalanishni bilishimiz, bilmasak bilganlardan so'rab o'rganishimiz kerak. So'rash numus emas. Cho'qim hammani bilmaymiz. Bilmaydiganimiz biladigandan ko'p bizniki. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda ta'tillarda vatanga qaytib kelsam, Qashqardan meni akirib 2-3 kun shunchalik so'roq qiladi. Aşı bir xatni chaplangan sukut taxsini chiqib tashlayli degan xatni chaplagan yaqinlarninki men bilan yaqin o'tidi, sen mushning ichida bor deb. Lekin ular amaliyotda hech qanday fakt yo'q. Agar fakt topgan bo'lsa, men bugungi kunda meyada o'ltirmayman oldingizda. Mushu sababli shundaqsa men shu vaqtda o'zimni aqlab, men qilmagan undaq mundaq deb o'qish bitirishni o'ylab shu vaqtida masalan Qashqar pension nurg'un chet ellik bolalar bordi, o'qiydigan. Shu bolalarga meni o'zimni qanday kun ko'rayotganini shu vaqtida men yaxshi turadigan yaqinlarimiz bordi. Shu gaplarni shular shu vaqtlarda demay, meni so'roq qilganliklarini demay, shundoq bir yuribdi ekanman. Ashuningga rostgam desam, yurgim shunda aytishdi. Ajab nodon ekanman, nihoyat kichik ekanman shu vaqtlarda. Intayin qo'rqib yashab ekanman haqiqatan deb shuningga yurgim aytishdi. Nurg'un narsalarni shular orqali chatga chiqarib o'talaydim ayni vaqtlarda, unda qilmabdi ekanman. Bugungacha bo'lgan hayotimdagi eng xushalliqim
Muşu Allah'ın bana şu hoş güzel farzandimni bəgini, onun için oğlum Malik'nin ki naiti bir Allah bəgən bir soğudak kızım bilen toy kılıp, qığını muşu işki iş men üçün naiti hoşallık hem meni yolduşumni bizden muşu aileni hakikaten hoşal kılgan iş. Ben küçük vaxtımda men daim toxtumay qerip mumay oğuç oqsam, chet ellerge çıksam dep oylaydım. Men hem de bizden öyde kitapni oqu dep keşkiçe nim qandikin bir tabii kitap okup bulam, kitapni jıq okuydum. Bizden Uygurlarınkinden başka mesela ama chet ellikninki Girik çöçekleri deydiğen her xil kitaplı bağı hem de bir xil. Jıq kitaplarını okuttım. Mening arzuyum hem de zadi yaxşı bir okup, o'qishda bir natija qozonib, chet ellarda o'qib kelsam deb o'ylaydim. Amaliyotda Alloh bak yaxshi ko'rdi ekan, mening orzularimni amalga oshirib berdi. Kecha kunduz o'ylaydigan ishim shu vatanga qo'rqmay qadam bosib kirib, shu tuqqanlarni, shu men yashagan shu tuproqlarni bag'rimga besib olsam deb shu orzuyum bor. Hatta ölüp gelsem şu vatanımның tuprog'ida yasam deb arzuyum bor. Mening qo'shmaq ikki balam Kanadada tug'ildi. Mushu balalarimga qarab, mushu Uyg'urlikni saqlab qolish bizga bir nihoyat muhim ham qil ustidagi bir narsa ekan deganni his qildim. Men bularni biz Vancouver'dagi vaqtimda Vancouver'da Hindistonliklar bek ko'p. Hindistonlar yaşaydigan Surrey deb maxsus bir şehir var. Surrey dese Hindistonliklarning shahri deb biladi Vancouver'dagilar. Bütün Vancouver şu BC'dagilar. Ondan Richmond deb bir yer bor. Bu yerda Xitoylar bor. Xitoylarning ko'p qismi shu yerda yashaydi. Masalan, Hindistonlik bilan Xitoylar ingliz tili bilmasimi, shu shaharlarda o'zininki turmushini qilib, shu o'zininki community ichida xizmat tepib, mushunda yashab, yana Hindistonliklar o'zining bolalari o'zaro to'y qilishib, yana o'zining vatanidan chiqib, shunda saqlab yashayotdi-da endi bular o'zininki shu kimligini. Muşularga qarab bizningki mushu Uyg'urlar bo'lsa, shu bütün Uyg'urlar birlikda bir jamoat bo'lib, bir Uyg'ur jamoati bo'lib, birlikda yashab, masalan, hayit bayram, oyda eng oz deganda bir qatim yig'ilib, bolalarimizni to'liq akilib, mushu ona til sinflarini ochib, shaharlarda haftada bir bolalarimizni yig'ib, bizningki ona tilimizni, onundan keyin usul san'at, rasmlaymiz, madaniyatlarimizni bolalarga o'rgatib, mushu fursatdan foydalanib qilsak, bu nihoyat muhim ekan. Masalan, diniy tarbiyalarni bolalarımızga berib, bolalarimizni madrasalarga berib, mushu ishlarni nihoyat ching tutib maqsaq, bolalar men yolg'iz emaskan, meningmi Uyg'ur uyda mingni sen Uyg'ur ubu deganga ko'gini 4-5 oila undan keyin hech kimni ko'rmay menda yashasa, bu bek xavfli ekan. Bizning cho'ng community bor ekan, nurg'un Uyg'ur dadaşlar, apaşlar bor ekan, Uyg'ur adashlarim bor ekan. Bir debchu bir ko'ngli bir yerdan to'q bo'ladi. Mushunday qilib bolalarimizni uchrashtirib, so'zlashga tegishlik masalan o'zimizningki Uyg'ur tariximizni, nima uchun mishaga chiqib qolganligimizni, hozir nima uchun vatanga telefonmi qilolmaydiganimizni, bolalarimizningki cho'ng dadalari hayot turib, hatto bir telefon orqali ular bilan aloqalasholmay necha yil bo'lib ketganligini, ularning borligini, hatto tog'lari, hada singillari shu yerdagi tuqqanlarning ismini rasmlar orqali ko'rsatib tursak, buningki ahamiyati nihoyat zo'r ekan. Masalan, men mayada tug'ilgan, maktabda o'qigan bolam debchi, mushunasini bolalarga hikoya taraqqisida so'zlab, bolalarimiz bilan paranglashib, yig'ilgan vaqtimizda mana biz chet elda biz mush Uyg'urlar tuqqan bolam, mushlarning hammasi bizning tuqqunimiz.
Muşularni tuqqunimiz deb yaşaymiz. Çünkü biz bir Uyghur bir yerden keldik. Şu Xitay teatı vargan şu Şarkı Türkistan isimli şu zeminimizden biz keldik. Vatanimizni algandan keyin yani qaytib boramiz degan narsalarni bolalarga cho'qim sal qaramay tushuntirishmek muhim deb qarayman. Mening biri men shu sistralik sinfda o'qiganda Hindistonninki Panjab bir ayol batdı. İkimizning yoshimiz hamda boshqa yoshlarga qaraganda cho'ng bo'lgandan keyin birga o'rganish qilardik. Mushu ayol bir narsani deganda men bak muhim bir narsani angladim deb o'ylagan buningdan. Her hafta bular bu Panjablı baradigan boshqa ayliq sek ubu deymiz, baradigan yerlar o'xshamaydi ekan. Yig'iladi ekan bular. Yig'ilib hammasi shu bir kun kunlab vaqtini shu yerda o'tkazdi ekan. Oy o'rganish qilolmayotgansa deb men so'rab qo'yaptim desam, yo'q, o'rganishni men uxlamay kechasida qilib olaman, lekin osh kuni birlam qizi bor bu ayolning. Mening qizim uchun shu butun bir kunni biz oila shu yerga ishlamaymiz. İşnimi ish qiladigan ish bo'lsa-mu almashtiramiz. Shu bir kunni biz bolalarimiz uchun ash communityning ichida o'tkazamiz. Nima ish qilsizlar deb so'radimda, qiziq qilsak, ularmi ash bolalarga til o'rgatadi ekan. O'ziningki nima dini bir qiroatdek bir biz Uyg'urlar o'zimizning qiroat deymiz. Ularningki ashtaq bir ohangida nasr bak shuni anglatib tushuntirib beradi ekan. Demek o'zining dinini tashviq qildi ekan. Undan keyin shu usul, san'at o'zlariningcha qilib cho'nglar paranglashib, bolalarni navbat bilan birga qarab turib, shunday ishlarga selib, butun community shu yerda bir kun hamda shularningki o'tadi ekan. Mushu hamda nihoyatda muhim o'zimizni, bolalarimizni Uyg'urlikqa akilish, o'zining Uyg'ur ekanligini unutib qolmaslik bak muhim ekan. Hamda kichigidan boshlab yana bir muhim narsa, biz Uyg'urlar Uyg'ur bilan to'y qilsa yaxshi degan narsa tarbiya qilish bak muhim ekan. Mushu o'g'lim harbiyda hamda Kanadaning. Mushu o'g'limlar kichik vaqtidan boshlab biz mushu gapni aytdik, Uyg'urlar bilan to'y qildi. Uyg'ur bilan to'y qilmiz qat'iy bo'lmaydi bolam. Chunki Uyg'ur bilan to'y qilmasang, atog'in bizdan yiroqlashsa, vatanda ma cho'nang, masalan, Supurxon onang, Sulayman cho'ng dadang, mening onam dadam rahmatli bu vaqtda hamda Masidiq cho'ng dadang, Manglashxon cho'ng dadang, cho'ng onang, bizningki masalan mening yo'ldoshimning urug'liqlarning ismini birdan mushular bilan asta-asta sen yiroqlashsa, ayolong bormayli desa, boramaysa, bolalarning berish mumkinchiligi bo'lmaydi. Sen vaqtingni chiqarmasang, ayolong boshqa millatning tilini o'rgatib, bolalaring Uyg'ur bo'lmaydi deb mushu gapni qattiq deb tushuntirdim. Amaliyotda hamda biz boshqa millatlardan to'y qilsa, shu oilada hamda qaysi bolalarga vaqtini jiq sarf qilsa, shularningki nimasi bilan cho'ng bo'lib ketdi, shularning madaniyati bilan cho'ng bo'lib keldi. Ketdi. Üçüncü avlod yo'qolib ketdi degan gapchi. Üçüncü avlodga kelarkanmay yo'qolish bo'ldi bu yerda. Uyg'ur degan narsa asta-asta bu hukm, bu madaniyat, bu kimlik yo'qolib ketdi. Shuning mushumi bak muhim deb qarayman bolalarimizga. Hamda Uyg'urlar bilan to'y qilsin deyish uchun mushu ota-onalar bolalarimizni Uyg'urlar bilan ko'proq aralashtirishimiz kerak. Ularda tushunish bo'lishi kerak. Uyg'urlarga bo'lgan mehr muhabbat bo'lishi kerak. Ondan yana bir biz sal qolsak bo'lmaydigan bir ish. Mayli cho'nglar orasida hamda cho'ng bir talash-tortish yo'q, kichikgina bo'lsin, qanday bir ko'ngilsizliklar bo'lsin, bu bolalarimizga buni anglatmasligimiz kerak deb o'ylayman. Bu bak muhim masala. Chunki har qanday bir farzand o'zining ota-onasini yaxshi ko'rdi. Bu narsa bolalarningki ko'ngliga ta'sir qilmaydi degil bo'lmaydi-chi. Buningga biz ota-onalar ahamiyat berishimiz kerak. Shu cho'nglarning o'rtasida ozroq ko'ngilsizlik yoki bir boshqa ishlarni so'rab oilaga akib bolalarimizning orasida ayolmi so'zlab qolishdan saqlanishimiz kerak. Ba'zi gaplarni hamda bolalar boyada deyilmasligi kerak deb qarayman. Noyatiz asliyatsiya bo'lib ketadi amaliyotda. Juda diqqat qilmasak, bolalarga vaqtimizni sarf qilmasak,
Eğizimizdeki şu var hemmesi beka. Eğer de hazır mening vatanga beriş fursatım bolsa, vatanga berip men vatanda o'qituvchidim, yana o'qituvchilikni tanlaydim. Hem hozirgi sharoitda hamda biz vatanimiz Xitoyning quldig'i. Lekin hamda o'qituvchi bo'lsak hamda har xil sharoitlardan foydalanib bolalarga millatchilik ideyasini singdiratdim. Tarbiyaga. Nayt bildirmay buni qilib atgili bo'ldi. O'qituvchining roli nayt cho'ng. Bo'libmi to'liqsiz o'tir maktab vaqtida o'quvchilarga berilgan tarbiya nayt cho'nqur bo'ladi. Önümü jiq bo'ladi. Şunu men bolalarımga texmi bak o'sha millatchilik, Uyg'ur millatchilik tarbiyasini qilatdim. Qisas kor bo'lishni o'rgatdim. Ne degandingiz Uyg'urchani? Apamdan, dadamdan. Analan ko'rdik Uyg'ur maktabda. O Uyg'ur maktabda nimalarni qilatdinglar, nima darslar bordi? Resim o'rganamdinglar, muzika o'rganamdinglar? Kitap o'qiydik. Bunda she'rni o'qiydik. Harflarni bunda o'qiydik. Usul o'qiydik. Bizdeki devletimiz Uygurlar eliydigine. Şarkı Türkistan'ı öz içine alıdı. Yani bu yerge öz tersini körüstenmey kalmadı deydi. Şu dünyada buluvatkan özgürlükler. Asli logika boyunca özgür hükümranlık kılgan Manchu Çin imperiyasının yıkılışı bilen teng Uygurlarning mustaqillik kurushiga, qandaq ideologiyaga təvə bo'lishdan qat'iy nazar mustaqil davlat tuzumi qurishga atlanishi kerak edi. Afsus, Uyg'urlarning milliy mustaqil va mustaqil cumhuriyat qurish yo'liga atlanishi ana shu Birinchi Dunyo urushi oxirlashgandan keyin jaddidchilik oqartish ideyalari bilan birlashgan holda yani Yanzıngshin Jinshun degan ayni vaqtda bizning vatanimizda bo'lan qirg'inchilik olib berib, Xitoy Qizil partiyasi kirishdan burun mushular vatanimizni besib turgan. Mustabid hukmronliklarini turli yeli nayranglik siyosatlari bilan Uyg'urlarning umumiy milliy mustaqillik kurashiga atlanishini kechiktiradigan bo'lsa-mu, ammo tusib qololmadi yoki undan bir ideyani yo'qotolmadi. Mustaqillik ideyasi deganni tushunib qolsangiz. Like freedom, the ideas. Yaxshi tushunibsiz. Shu ideya bizda bo'lsin, bolam. O'zlarining Xotan hukumatini qurdi deydi. Xotanni bilamsiz, Xotanni? Cho'ng opa cho'ng dadingiz nerede? Xotanda.
İsmini bilemsiniz, deb bakın. Subhanallah Süleyman Baba. Yeniçi ölüp ketken çoğun okucum dedim. Metsedak Baba. Manlaş Hanım'a. Yaxşı. Sen unutub qalmaysınız ha balam. Hə, kela balam. Men yenimdə oturasan. Xotan hökumətini qurdu. 1932 və 1933 yılı Turpan, Qarashahar, Korla, Kuchar, Aqsu, Qashqar qatarlıq joylardımı arqadan qo'zg'olon ko'tarilib, bu joylardagi Xitoy hukmronligi ag'dirib tashlanib degani tushunamizlar. Xitoy hukmronligi Uyg'urlar tarafidan mag'lub bo'lib degan gap. Bu joylardagi Xitoy hukmronligi ag'dirib tashlanib, hokimiyat qo'zg'olonchilar quliga o'tdi deydi. Bu yerdagi qo'zg'olonchilar kimlar? Uyg'urlar. Xo'janiyaz Hoji ve Mahmud Muhitlar başçılığındaki Qumul Turpan qo'zg'olonchilarimi Tangri tog'larining shimolida harakat qilib, oxirida janub taraflarga kengaydi. Uyg'uriston Cumhuriyeti, hatto Uyg'uriston Cumhuriyeti deb ataldi. Uyg'urlarning cumhuriyetchilik ideyasi tarixidagi tunji milliy cumhuriyet. Shuningdek, bu sohadagi tunji tajribasi bo'ldi. Ya'ni bizningki birinchi qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyetimiz 1933 yılı 11. ayının 12. günü kurulup ekan. Ama bir gapda ya, balda bak yaxshi ol. Aldıda aytılan mendin, ayda da bu biz Kanada'da Remembrance Day'da aşkta 11. ayın 11. günü saat 11'de hemimiz güllen adab, aş mektepte aşlap kıldı depte. Ben bunu bizim devlet bayramımızda udul bir külken balığı, bizim aşla şehitlerimiz ötken. Neymiş kardeşler bizim vatanda 11. ayın 12'si bolganda Kanada'da 11. ayın 11. günü dal muş vakit fakat biz Asya kuruluşunda biz Amerika kuruluşunda doğaçka vakit aşında farklandırdık. Bizde gündüz boz ular hiç bolgan vakitte. Şu an kalanlarda bizim Cumhuriyet günümüzde Kanada'daki şu Remembrance Day bilen udulu sanlar, yenisiler celebrate sanlar buldu desem vallahi ben hoş olur. Bizim atıbullarımız maaşla kuraş kutluken yapayım. Del buradan 1933 bizim birinci Cumhuriyetimiz müstakillik ilan kılar. Diyen dedim şunda kokazın insansı bağı. Bizning aş Cumhuriyet kurulgan günü qaysiken 1933 yılı nechinchi ayda? 11. ayının yaxshi. 11. ayının 12'si. Siz unutib qolmag'in, ular atlar biladi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetiga hujum qilib, yo'qotishiga asos yaratib berdi. Sovet ittifoqi Uyg'urlarning mustaqil harakatini qo'llamay, uning aksicha o'lkaga Xitoy militarist ishonchi sayni tiklab turg'izib, Xo'janiyaz Hoji boshliq Uyg'ur rahbarlarini uning bilan hamkorlashtirish planini ishga oshirdi. Hem balların mayada ananla okuğandaki kitaptaki Sovet İttifakı degan hazır qaysi devlet bilersizler? Yaxshi. Şu an bu yerda Rossiya degan burun bir empire, Amerika dinli kuchliq imperatorluq buçuk. Bu şu Xitoylarning bizning vatanimizni munqazir qizilishiga eng cho'ng yordamda bo'lgan bir mustabid. Şu an bu açık savaklı takki unutmalı. Bizden yaşımızda zamanı bu komünistler herkes yakıştırır. O insanlar ki kolay afet ekesek dedi ki, bəxt ekemeydi. Uyg'urluqni unutib qolmanglar.